Assalomu alaykum, Aorta kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan va do'stim Abdujalil bilan birgalikda appenditsit haqida sizlarga yaxshiroq va to'liqroq ma'lumot berib boramiz. Assalomu alaykum. Keling unda appenditsni birinchi bo'lib anatomiyasini tanishib chiqsak. Albatta anatomiyasidan boshlaymiz. Keling unda appendiksni qisqacha anatomiyasini tanishib chiqsak. Appendiks qorin bo'shlig'ida o'ng yonbosh sohasida joylashgan bo'lib, uzunligi 6-16 sm tashkil qiladi. Uning 4 ta qavatlari bor. Tunika mukoza, tunika submukoza, tunika muscularis, tunika seros qavatdan tashkil qilingan bo'ladi. Inson uchun ahamiyati. Appendiksni inson uchun ahamiyati bu asosan 4 yoshdan keyin rivojlanib boradi, immun tizimiga ta'sir qiladi. Ko'p joylarda, kitoblarda ham keladi, immun tizimiga ta'sir qilish haqida ma'lumotlar bor. Asosan appenditsit jarayoniga, ya'ni o'sha appendiksning yallig'lanish jarayoni 10 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan insonlarda, yosh kattalarda uchrash ehtimoli bor. O'tkir appenditsit cho'lchangsimon o'simtani nospetsifik yallig'lanish hisoblanadi. Bu inson va bakteriya o'rtasidagi biologik muloqotning buzilishidan kelib chiqadi. Ya'ni aytaylik, bunda alimentar yo'l bilan ovqatlanishda yoki bo'lmasam infeksion holatlarda, bakterion holatlarida mana shu ko'rib turganimiz appendiksning yallig'lanishi bilan kechadigan jarayon desak ham bo'ladi. O'tkir appenditsni keltirib chiqaradigan ba'zi infeksion holatlar, bularga stafilokokk, ichak tayoqchalar, aralash va aeroflorani misol qilsak bo'ladi. O'tkir appenditsning rivojlanishiga sabab bo'ladigan bir muncha omillar, bunga misol qilib, ko'p miqdorda ovqat iste'mol qilish, tarkibida ichak atoniyasi va bijg'ishga olib keladigan oqsil moddalarning yuqoriligi bilan ham baholasak bo'ladi. Olimlarning fikricha, keksa yoshli bemorlarda asosan appenditsni keltirib chiqaradigan sababi arteriya appendicularis trombozi oqibatida kelib chiqadi. Mana bu sohalarda ko'rishingiz mumkin. Va kichik yoshdagi bolalarda esa asosan appenditsni keltirib chiqaradigan sababi gijja invaziyasidan keyingi jarayon hisoblanadi. Appendiks klassifikatsiyasi murakkab, birmuncha tortishuvga sabab bo'lgan 100 dan ortiq takliflar aytilgan va shu takliflardan eng muhimrog'i, eng aniqrog'i klassifikaga olingan. Kataral, flegmonoz, gangrenon shakllari mavjud. Appenditsitni, ya'ni o'tkir appenditsni klinikasi bilan davom etamiz. Birinchi bo'lib og'riq, mana qorin bo'shlig'ini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 9 ta kvadrant mavjud. Epigastral, umbilikal, ya'ni kindik sohasi va gipogastral soha. Umbilikal sohada quyosh chigali mavjud. Birinchi bo'lib appenditsitning belgilaridan bittasi umbilikal sohada kuchli og'riq bo'ladi. Yoki bo'lmasa bironta ovqat yoki yegulik yegan bo'lsangiz, albatta qayt qilish ham kuzatiladi. Bundan tashqari umbilikal sohada og'riq sekinlik bilan, ya'ni yarim soat yoki 1 soat oralig'ida mana right, ya'ni o'ng tomonga yonbosh region sohasiga o'tadi. O'tkir appenditsitda bemorlar majburiy holatda bo'ladi. Yana bitta muhim eslatmani aytib o'tish kerak. Appenditsit tashxisi qo'yilishidan avval hech qachon biz bemorlarga og'riq qoldiruvchi inyeksiyalar qilmaymiz. Sababi obyektiv ko'ruvda bemorlarga aniq tashxis qo'yishda bizga bir muncha noqulayliklar tug'dirishi mumkin. O'tkir appenditsitni tashxislashda 3 ta usulimiz mavjud. Ya'ni laborator tekshiruv qilamiz, albatta qon analizlari, peshob analizlari qilinadi. Bundan so'ng instrumental tekshiruv. Bunga butut, ya'ni o'zini olishimiz mumkin va rentgen ham kiradi agar kerak bo'lsa. Bundan tashqari obyektiv ko'ruv ham mavjud. Obyektiv ko'ruvda biz bemorimizni yotgan holatida, oyoqlari yig'ilgan holatda bo'ladi. Chunki oyoq yig'ilganda qorin mushaklari bemalol bo'sh holatda bo'ladi. Shunda bizda simptomlarimiz mavjud, ya'ni Shotkin-Blumberg simptomi. Bunda bemorning o'ng yonbosh cho'l sohasida bosib ko'rilganda, ya'ni bosib turamizda va birdan qo'limizni tortganimizda bemorda og'riq kuzatiladi. Va yana bitta simptomimiz sigmoideus, ya'ni sigmasimon ichakdan yuqoriga qarab qo'limiz bilan palpatsiya qilib bosib borganimizda yo'g'on ichakning ichidagi havo va gazlar ko'richak, ya'ni siykumga kelib uriladi. Siykumga appendiks yaqin bo'lganligi uchun bu yerda baribir yallig'lanish jarayoni ketayotganligi hisobiga og'riq kuzatiladi. Abdujalil, keling hozir bizni tomosha qilib turgan kuzatuvchilarimizga simptomlar haqida to'liqroq ma'lumot o'tib beraylik. Bo'ladimi shunday qilsak? Juda ham yaxshi bo'ladi. Shotkin-Blumberg simptomi, Vaskersken simptomi, Abrazov simptomi, Sitkonskiy simptomi, Bartoma-Michelson simptomi, Rosing simptomi, Ivanov simptomlaridan foydalanamiz. Instrumental, umuman aytaylik, barcha tekshiruvlardan o'tgandan so'ng appenditsit, ya'ni o'tkir appenditsit tashxisi qo'yilgandan so'ng albatta operatsion yo'l bilan
buni appendektomiya amaliyotini o'tkazishimiz mumkin. Boshqa lekin usuli, ya'ni vaqtincha davolash usullari mavjud emas, chunki ko'pchilik xalq orasida ham shunaqa gap bor, yorilib ketish ehtimoli borligini bilasizlar. Shuning uchun operativ yo'l bilan faqatgina appendektomiya, ya'ni o'sha chuvalchangsimon o'simtani olib tashlash amaliyoti qilinadi. Bundan so'ng operatsiya jarayonidan so'ng bir muncha dori vositalari bilan tiklanish jarayoni, ya'ni davom ettirsak bo'ladi. Bunga misol qilib antibakterial terapiya qilamiz, infeksiya bakteriyalarga qarshi kurashish uchun. Bundan tashqari, nospesifik dorilar. masalan aytaylik, mana bu gapingizga qo'shimcha vitamin terapiya qilishimiz mumkin, fiziologik qilishimiz mumkin, aytaylik glyukoza jo'natishimiz mumkin bemorlarga. Undan tashqari ringer quvvat bo'lishi uchun resorblak ham bemalol jo'natsak bo'ladi. Do'stim, kanalimiz kuzatuvchilariga bugun chiroyli qilib appenditsit haqida ma'lumot berib o'tdik deb hisoblayman. Agarda kuzatuvchilarimizga yuzlanaylik, sizlarni qiziqtiradigan mavzu bo'ladigan bo'lsa, izohlarga yozib qoldirsangiz, biz uni ustida ishlab, sizlarga ajoyib tarzda tushuntirib berishga harakat qilamiz. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Kanalimiz hali endi ochilganligi uchun ba'zi bir xato kamchiliklar bo'lsa, albatta uzr so'rab qolamiz. Har birlaringiz bizni kuzatib, like bosishdan to'xtamang, biz esa rivojlanishdan to'xtamaymiz. Nima dedingiz do'stim? To'g'ri. Bizni kuzatib borayotganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarimizda bundan qiziqroq ma'lumotlar bilan qaytamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.